Assalomu alaykum, kanalımıza obunachilar, qadrli yurtdoshlar, musofirda yurgan aka opa-singillar, sog'lom, yaxshi yursizlar. Bugungi video sizlar uchun foydali bo'ladigan umiddamiz, ya'ni ish temasida bo'ladi. Videoni o'tkazmasdan birdan like bosib, obuna bo'lib qo'yinglar. Videoni oxirigacha ko'ringlar, to'liq ma'lumot olasizlar do'stlar. Do'stlar, Moskvada ish bor, Pekarnida, Volgogradskiy prospektda. Bu yerda sizlarga usloviyasini aytib o'taman. Kuningizga har smenaga 8 dan 5 gacha ish vaqti bo'ladi. 3700 rubldan pul to'lanadi. Faqat moskovskiy dokument bilan ishga oladi. Turdoy dogovor hamma dokumentlarni o'zlarini qilib beradi sizga. 3700 dan smenangizga pul yoziladi. Patent pulingizni chekini to'lab beradi. Her oyda 2 marta pul beriladi. Avans, ya'ni zarplata. Abdul kadr nomerini yozib qoldiramiz. Ish beruvchi deb bemalol aloqaga chiqaverasizlar, lekin bir yeri bor, Pekarnida opit bo'lish kerak. Hayta bu ozgina bo'lsa opitingiz bo'lishi kerak do'stlar. Kanaldan uzoqlashmang, like bosib obuna bo'lib qo'yinglar do'stlar. Qo'ldan kelgancha ishonchli ishlar chiqarishga harakat qilamiz. E'tiborlaringiz uchun katta rahmat. Sog' omon bo'linglar. Kimga ma'qul bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar do'stlar. Xayr, sog' omon bo'ling.